Uning ismi Dr. Garri Miller. Bu inson Qur'onga qarshi chiqdi va Qur'on kitobidan xatolar topishni va'da qildi. Shu boisdan u arab tilini va Qur'oni Karimni to'liq o'qib chiqdi va ma'ruzalarida musulmonlarga qarata shunday dedi: Ey musulmonlar, agar sizlarga berilgan ne'mat qay darajada ekanligini bilsangiz edi, muslima onadan dunyoga kelib, uning qaramog'ida tarbiya topganingiz, musulmon ekanligingizga shukr qilib, sajdaga bosh qo'yar edingiz. Islomdagi ilohiyot, payg'ambarlik, qayta tirilish, jannat va jahannam haqidagi haqiqatni diqqat bilan o'rgansangiz, Alloh taolo sizlarni musulmon qilib yaratganiga shukrona keltirib, umringizni ibodatda o'tkazar edingiz, degan edi. Shuni ta'kidlab o'tishim joizki, Garri Miller islom dinini qabul qildi va ismini Abdul Ahad Omar ismiga o'zgartirdi.